Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selam ala men la nebiyye ba'de. Kız şemili 1. kısım Ürümçi vakası. Kristus. Toluq suqatqan vaqtlarım idi. Sınıf məsulimiz ve coğrafya o'qituvchimiz anda sanda içib olgan Muhammed Hasan degan pishqadam o'qituvchi edi. Mavsumliq imtihon vaqtida imtihon oladigan darsliklarning kun tartibi belgilangan jadval sinf tomlariga choplandi. İmtihon savol tarqatildi. Sinfda gudung boshlandi. Qarasak tartilgan savol az tushdan keyinga o'g'irlashtirilgan coğrafya darsligining imtihon savoli ekan. Sinfda norozilik ovozlari, beoromlikdan qapoqning turlishlari ko'rildi. Qanday qilsam bo'lar deb tursam, derizdan parallel sinfdagi o'quvchilarning savolga javob bermanglar. Soğanı taşlap sınıftan çıkıp ketinglar, maktab bizni aldaptı. Bizmi qog'oz tashlab chiqib ketib boramiz. Sizlar shunday qilganda bizni der sirtidan chaqirishga boshladi. Shuning bilan bir turkum savdoshlarim so'g'an tashlab chiqib ketdi. Ikkilandim. Qarasam sinf yana bir bilak qolganlar savolga javob yozib o'tibdi. Shuning bilan shularga o'xshash sinfni qilib taqdim yetgancha savolga javob berdim. Qishliq ta'til qo'yilish oldida ota-onalar yig'in ochildi. Sinf mas'ulimiz coğrafya o'qituvchimiz bo'lg'achqa yig'inni o'zi ichib, coğrafya darsligining imtihon natijasini ota-onalar oldida o'qib man kelganda Faruq Tursun 10 deb boshqalar o'tdi. Yenimdagi cho'ng dadamning oldida xijilib ketdim. Amaliyotda hech kim o'tolmagan edi. Eng yuqori nomer olgani, hozircha ismi qolgani 49 olgan bir qiz olishim edi. Shuning bilan o'qituvchimiz hech qaysimiz xiyolimiz kelmagan gapni qildi. Nomer olganlarni maqtadi. Bo'libmi yuqori nomer olganlarni alayida maqtadi. Nomer olganlarga rahmatini deb qo'lini ko'ksiga oldi va sizlarga rahmat deb ehtiromini ota-onalarning oldida bildirdi. Ondan nol olganlarni, imtihon savolini javob tashlab chiqib ketganlarga qoidatda o'qituvchimning mandaq chichiligini burun ko'rmabdiganman. Ota-onalar yig'ini oyoqlashdi. O'qituvchim boshqalarga ayirib nima deb tasalli berdi bilmayman, lekin menga Faruq 10 nomer oldim deb ko'ngling yerim bo'lmasin. Sen taqtingni chiqarding. Taqting shuning yetdi. Hargiz ma'u taq yetib turibmi imtihon qog'ozini tashlab chiqib ketganlardek bo'lma deb kulib qo'yib ketdi. Uzun zamonlar o'tdi. Ko'p to'salg'ularga uchirdim. Bu to'salg'ularning ko'rinarliklaridan boshqalarning manqat deb bu ishning natija chiqmaydi va yoki unsangmi bika degan so'zi shundaqla agar mushu ideyaring bo'lgan bo'lsa turmi deysan deganlarim bo'ldi. Degandek turmi deyatdim. Degandek qilgan ishimning natijasi chiqmadi. Degandek uringan ishim bekor ketdi. Lekin o'qituvchimning ma'u taqt yetib turibmi imtihon qog'ozini tashlab chiqib ketganlardek bo'lma degan so'zi quloq tubimda. Shu vajdan mayli yiqilay, mayli sunay va mayli yetib qolay, haliqi 10 nomer kendimdan ittirib turdi. Bugungi kunda Alloh subhanahu va taolo hidoyatni berdi. Qur'on va sunnatda taqat to'liq oyat hadislarni ko'p ko'rdim. Hamda nima qilish kerak? Muqaddima. Bu temini kuz shamoli deb atishim mutlaq ko'pchilik dehqonchilik, bog'bonchilik, chorvachilik bilan shug'ullangan xalqimiz bu vaqtda usul yig'idi. Oshlarni o'rib, etizliklarga qator dövlab kuz shamolini intizorlikdan kutadi. Mazlum, mehnatkash, oq ko'ngil sodda beshar kelgan qismatlar tufaylidan ichi ochiq toshgan, ichidagilarni kimlar to'ksin. Xalqimiz hamda ichidagini boshqa to'kishdan o'tib ketgan, chunki hamma o'xshash. Talpinish ichida kutgan kuz shamoli chiqishga boshladi. Xalq hamda hammani unutdi. Oldirg'inicha etizlikqa berib, xomon so'raydi. Ba'zilar to'kilgan g'azonlarni yig'idi. Bu oltin kuzda qushlarmi, chorvalarmi, chumullardan tartib aldirash hech qaysining bir narsa o'ylag'idek vaqti yo'q. Shu sababdan oldi bilan Alloh subhanahu va taolodan to'xtalmoqchi bo'lgan mazmunlar barkat berishini, keng musulmon ommaga foyda bo'lishini tilayman. Haqiqatan bu mazmunlarni chiqarmaslik arasida baks qildim. Chiqaray desam o'zimni boshqa loyiq topmadim. Chiqarmay desam izchil bir ishdan qo'rqib keldim. Oxiri balba qildim. Bu hargizmi aqlimning kuchidan emas, balki Alloh subhanahu va taoloning jinim elkida bo'lgan zot bilan qasam, agar sizlar gunoh o'tkazmasanglar, sizlarni ketkizib Alloh bir qavmni keltiradi. U qavm gunoh o'tkazadi, Allohdan kechirim so'raydi, Alloh ularni kechiradi.
degan so'zning ruhidan bo'ldi. Shunlashqa mazmun xato kamchiliklardan xoli bo'lmasligi muqarrar. Ham mengamdagi nurg'un masalalar bo'lgan ko'z qarashim va sukutlarni qandoq tema asosida o'tirib qo'ysam bo'lar deganni Alloh subhanahu va taolodan so'rash, o'zimni nurg'un temalar mengamda o'tkazgach o'zim yaxshi ko'radigan oltin kuzning kuz shamolini tema qilib tanladim. Deydisem Allah menga bergan ne'matlarni so'zlasam riyo bo'lib qolarmi deb ansirdim. Shundaqla mushundaq o'ylashning o'zi ham riyoga yaqin edi. Demay desam ba'zi mazmunlar shunga munosabatlik edi. Shu vajdan ichim siqilatdi. Shundaq siqilishlarimning borlig'imni qarinishim Abduhalimga degan vaqtda u menga va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Parvardigoringning sana bergan ne'matini kishilarga so'zlab bergan. Chunki ne'matni so'zlab berganlik ne'matga shukr qilganlik bo'ladi degan oyat asish bilan ichimni valdi yo'rtibdi. Shuning uchun ey Alloh, men sizdan tilaymanki, qiyindoshlarim so'zlab bergan voqealiklarni sizning ne'matingizdan so'zlab bergan usulda kirishdim. Ey Alloh, agar to'g'ri qilsam bu siz tarafdan, agar xato qilsam bu o'z nafsimdan. Ey Alloh, siz sura insonning 8 va 9 oyatida o'zi muhtojdirlik, miskinga, yetimga va asirga taom berdi. Ular aytadi, sizlarga biz Allohning rizosi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badaliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz deydigan mu'minlarni sifatlagan edingiz. Ya'ni ba'zi olimlarning kishilarning ko'nglini tutib, ularni o'ziga ram qilib, ularning muhabbatini qo'zg'ash orqali ularning ko'nglidan o'rnish podshoh baglarning ishidir. Haqiqiy mu'min bundoq bo'lmaydi deganlarni anglaganda hayron qolganligimdan o'zimning nodonligimga ko'p hasrat chekdim. Ey Allah, guvoh bo'lsa men bir bechora, ojiz, chorsiz bir bandangizman. Kishilardan muhabbatdan talab qilmayman. Shundaqla dahshat ig'ir bo'lgan qiyomat kundan qo'rqaman. Urumchi voqeasi. Oldi bilan biz umumiy mazmunlarga kirishdan burun bir ishni ochiqlashtirib o'tamiz. Aqida. Aqida degan nima? Aqidaning nima ekanligini biz qanday bilamiz? Vatanlik vaqtimda vatanimizning janub va shimoldan kelgan o'g'il qiz o'quvchilar bilan oralash birga o'qidim. Shundaq savodoshlarim yurtdan keldi. Beshida oq to'ppa, so'zi noiti silliq sipoya, adablik ham namozxon. Ya'ni shundaq qiz savodoshlarim keldi. Beshida yog'liq, chechi uzun, ishtonlar keng. Shu vaqtda maktabimizdagilar namoz o'qamdi, ro'za tutamdi, masjidga boramdi, erkin. Maktab formasi umumlashmagan. Balki nauzubillah shu o'zini islomda zinnatlaganlar nazarimizda qaloq jamiyat taraqidan ko'p orqada deb sanaydik. Faqat bir yil o'tdi. Men mubolag'a qilmadim. Balki o'z ko'zimni ko'rdim. Savolishim satrashxon berib, oq to'pini tashlab chechini ko'ptirdi. Qiz savolishim bo'lsa, chechini kesdi, bidir qildi, ishtonni tarlatdi. Unalg'uning ko'nikisi bisildi. Amerikaning mi, Yevropaning mi bilmaymiz. Xuddi sakra deganda qilib, gumban qilib, jinni usulga soladigan ovoz yangradi. Eliq savolishim o'ttirib sakirdi. Ey aziz qarindoshlar, men yolg'onchi emasman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sordu. Ya Resulullah, ümmetinizde zina kılıp kaldıqlar bulamdı dedi. Buludu dedi. Ümmetinizde uğurlu kılıp kaldıqlar bulamdı dedi. Buludu dedi. Ya Resulullah, ümmetin yalgan sözlemdi deb sorganda, yo'q, mening ümmetim yalgan sözlemeydi dedi. Qarindoshlar, men yolg'onchi emasman. Ömer ibn Hattob radhiyallohu anhu jahiliyatni bilmagan kishi islomning qadrini bilmaydi degan bir so'zni qoldirib ketdi. Haqiqatan so'z egisini topdi. Bu söz xuddi menga deyilgandek his qilaman. Haqiqatan shundoq sharoitdan ko'rib cho'ng bo'ldim. Bularni so'zigimi yo'q, to'xtalg'imi yo'q. Lekin yiliqi savolishim o'ttirib sakirdi. Ko'p sakirganni ko'rdim, lekin mandaq sakirganni ko'rmabdi ekanman. Shunchalar o'tib ketdi, uning sakirishi hozirim ko'z oldimda. Yolg'onchi emasman. Sinfning yerim ilib sakirdi. To'xtamay beshini ikki tarafga chanqaydi. Ikki qo'lini yeldan yeliga ustiga otdi. Bunun sakirchi ya o'zini quyitib ichilib sakranga o'xshamaydi. Ya uningga ya buningga. Qizval demayli, erlarning holi bu bo'lsa, qizlar nima bo'lmoqchi? O'ylayli, bu savoqshimdagi islomning ko'rinishi bo'lgan oqto'ppa namoz, so'zlarga silliq sipoya adab qini. Qiz savoqshimdiki nima uchun shundoq bo'ladi? Javob oddiy. Bütün insoniyat qorong'u zulmatning jaholat patqiga cho'mganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avatlib insoniyatni o'zgartirib o'tdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning agashgan sahoba radhiyallohu anhular, salaf solihlar islomni sharq va g'arbga yetkazish uchun ot choptirdi. Ulardikisi inson qul qilishdan olamlarning Rabbisiga ibodat qilish, ibodat aqida edi. Mana shu yiliqi savolishimga yetgan islom va uning ko'rinishlari o'rib odat holatida yetgan islom. Ana shu savolishim atrofni o'rab turgan islomiy o'rib odat muhitidan ayrilgan vaqtda
xotiramdagi unutilmas aslanadigan joydan o'rin olib, bir shamolga bardoshlik bera olmay o'ttirib tushib sakirdi. Mana bu aqida asos qabul qilgan islom bilan o'rib odat shaklida qabul qilingan islomning farqi. Bu ummatga unutilib ketgan jihodning o'tini yoqqan shahid imom Abdullah Azam aqidani shunday sharhlaydi. Aqida ishonch qoidasidirki va yoki asosdirki, kishining ish-harakat, tasarrufatlari va fikrlari aqida bilan harakatlansa, shu kishining ish-harakat, tasarrufat va fikrlari aqida tufaylidan to'xtaydi. Mayli u kishining ko'ngilda ketgan xiyollari va yoki ming'isida o'tgan fikrlari bo'lsin-mi. Shahid imom Abdullah Azam yana shunday deydi. Biz shunday ibodat qilayotgan kishini ko'ramiz. Yana o'z o'rnida bu kishining shu kishini dindan chiqaradigan ishni qilayotganligini ham ko'ramiz. Xuddi bu kishining qilayotgan ishlari dinni masx qilayotgandek. Dinni masx qilish, Alloh va payg'ambarga til tekkizish, Qur'on oyatlarini mansib qatorliqlar islom ulamolarining nazarida bunday kishining dindan chiqib ketishi shak yo'q. Imom Shahid Abdullah Azam yana shunday deydi. Xuddi zilzila qilib yataversimi, dal daraxtlarni yiltizdan qumirib uchartayotgandek bo'ron chiqsimi, qat ko'tarib turgan bir binoning ostida uni mustahkam tutib turgan bir ulning mavjudligini his qilganimizdek, agar kishi qalbining cho'nqur qatlamiga aqidadan iborat bu asos tiklansa edi, shu kishi shu aqidasi uchun o'z gavdasini parcha-parcha qilib qiynaqtiradi. Maqsadim aqida to'g'riliq so'zlash emas, faqat atrofimizda bo'layotgan masalalarga qaysi yo'nalishda pozitsiya tutadiganligimni ro'shanlashtirish uchun bir tomchi bo'lsa-mu aqidaga to'xtaldim xolos. Hamda fikr ko'z-qarashlarimizni kufrning zaharlik ideyalardan saqlab qolish uchun ulamolar har bir musulmonning bilishini taqozo qilgan shar'iy siyosat baqib kelamiz. Ko'p hollarda siyosat to'g'riliq ko'p to'xtatilgan arboblarning shu maydonning o'zida halok bo'lib ketganligini uchratdim. Ya'ni shunday kishilarni uchratdimki, bular shar'iy siyosatni bilmaydi va jiq tushunmaydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bularning ishini shunday ritmli o'rlashtirib qo'ygan. Haqiqatan atrofimda bo'layotgan ishlarga ko'p ajablanib ketmayman. Chunki 10 necha yil burun qallamga bir yolliq urilish bo'lgan. Boshlang'ich o'rta maktab hayotimda adabiyot, siyosat, tarix o'xshash ijtimoiy fan o'qituvchilarimdan dars qo'shim chiqarib o'zining ko'z qarashlarini o'ttirib qo'ydiganligini anglaydim. Ya'ni ba'zan mag'lub bo'lgan siyosiy o'zgarishlar, ba'zan qo'mondonlarning xatoligi sababidan kelib chiqqan og'ir oqibatlar va buning erishib kelgan davlatlarning umumyuzlik munqaz bo'lishi deganga o'xshagan. Shu vaqtda o'qituvchilarim shu siyosiy va urush qo'mondonlarining xatoliklarini ko'rsatgach, agar ular anda qilmay manda qilgan bo'lsa g'alaba qilar edi deb o'zlarining dalillarini ko'rsatish bilan hammamizni qoyil qilib hayron qoldiradi. Hatto o'ylab qoladim, agar mushu o'qituvchilarim shu vaqtda bo'lib qolsa, tarix boshqa yozildi ekan degandek. Lekin xatolashibman. Shundaqla bu xatoligimdan bir narsani tushunib oldim. Ya'ni bir o'qituvchining darsxonalarda o'quvchilar ilm, ma'rifat berishi va yoki bir siyosiyonning munbarga chiqib o'zining hayron qolarlik siyosiy fikri bilan boshqalarni qoyil qilishi hargizmi bularning shu nazariya jihatda bilganlarini amaliy maydonda qo'lga oladi deganlik bo'lmaydi ekan. Birisi maosh olgan siyosiyon, yana birisi oila qoldirgan o'qituvchi. Shundaqla maktabni o'qimagan, siyosatni tushunmaydigan birisining intayin mahiylik bilan o'qiganlarni o'z ichiga olgan mujohidlar to'piga yetakchilik qilib va tartiblik o'rlashtirib g'albalik janglarni qo'lga keltirganligiga qarab, bu noit ilmlik va shar'iy siyosatni obdan egallagan birsikan degan bo'lmaydi ekan. Bu ham mutlaq emas. Ya'ni realligimizda mayli o'qig'ini yoki o'qimag'ini bo'lsin, Alloh bergan tabiiy ixtiyor tufaylidan nazariya va amaliyot jihatdan tang yetishganlar bo'ldi, lekin bu oz. Haqiqatan nazariya bilan amaliyot bir-birisidan ayira olmaydi. Nazariya inson qavlisiga kirgan o'y, fikr va kitob battir yozilgan muqim, turoqliq va turoqsiz iboralardir. Amaliyot bo'lsa izchil o'zgarib turadigan turoqsizlik bo'lib, mana bu turoqsizlik intayin harakatchan, inkas tez yetakchilarni taqozo qiladigan maydon. Bu yerda bir nozik nuqta bor. Biz ko'z tutayotgan nazariya va amaliyot musulmonmi, kofirmi salohiyat etsa o'z tarafining manfaati uchun qo'llansa bo'ladigan tadbirdir. Kofir o'z maqsadi uchun vosita olmaydi, ya'ni chekni ushirmaydi. Lekin musulmon o'z fikrini o'ttirib qo'yishda Qur'on va sunnatdan xalqib kesib bo'lmaydi. Undaqda Qur'on sunnatga bizdan itoatdan boshqani talab qilmaydigan o'rinlar qaysi? Bizning fikrimiz qabul bo'lgan o'rinlar qaysi? Mana mushlarni bilish uchun shar'iy siyosatga murojaat qilamiz. Amsa shar'iy siyosat degan nima?
Rasululloh Badr ustiga mushriklardan burun berib o'rinlashib olish va ularning bu o'rinni baldur egallab olishning oldini olish uchun qo'shinni qo'zg'adi va jiddiy yo'l yurib, oqshimi bir mahallada Badri suv manbalaridan birisining yoniga kelib tushdi. Bu chaqda Ubab ibn Munzir o'rnidan turib, "Ey Rasululloh, bu yerga Allohning buyrug'iga bo'y tushdingizmi? Agar sen Allohning buyrug'i bilan tushgan bo'lsang, biz sana itoat qilib oldimizmi, ilgilimaymiz, keynimizmi chekinmaymiz. Va yoki jon tadbirish uchun o'z ra'yingdan tushdingmi?" deb so'radi Rasululloh. "Jon tadbirish uchun o'z ra'yim bilan tushdim" dedi. Ubab, "Ey Rasululloh, bu yerga tushish muvaffaq emas. Qo'shini buyruq qilgan. Bu yerdan qo'zg'alib Badr suvlaridan mushriklarga eng yaqin bir suvning yeniga berib, o'rilishib olib, bir ko'l yasab suv chingib olaydi. Ondan boshqa quduq va ko'llarni ko'mib o'taydi. Shundan keyin urush qilsak, biz suv qiyinchilik topmaymiz, dushman suv icholmay qiynaldi" dedi. Rasululloh, "To'g'ri aytding" dedi. Shu vajidan olimlar shar'iy siyosatni qo'llanmoqchi bo'lgan odamning bir nechta asosni o'zida hozirlashini o'ttirib qo'ydi. Birinchisi ahkam oyatlarini bilish. Bu o'z ichidan ikki qismga ayriladi. Birinchisi sam'an va ta'atan. Anladık ve itaat qildik. Bu Qur'on va sunnat kelgan ibodat va miros oyatlariga o'xshash bekitilgan farzlar bo'lib, hech qanday bir kimning shomni 4 rakat, xuttanni 3 rakat qiladi deydigan haqqi yo'q. Shuning o'xshash birisining hozir dunyoda ayollarga miros o'rtaq taqsim qilindi. Qur'onda bir erga 2 ayolning haqqi berildi ekan, buni o'rtaqlar deb qolsa Alloh va uning payg'ambariga kofir bo'ladi. Bizning Qur'on va sunnat kelgan farz qilib bekitilgan ahkam oyatlar javobimiz anladık va itoat qildik. Ubab ibn Munzir o'xshash ilgilmaymiz va chekinmaymiz. Hamda biz ahkam oyatining ikkinchisi ijtihod talab qiladigan tarafidir. Shundaqla islom ulamolari ijtihod talab qilgan ahkam oyatlarini qiyinlik darajasi yuqori, ko'p bilim talab qilgan, shundaqla noit zil bartaraf deb qaraydi. Misol, bir amirdan kufrlik murtatlik iborat islomdan chiqariladigan sifat to'liq tepildi. Bundaq amirni vazifasini ilib tashlashga ixtilof yo'q. Lekin qozi Iyaz bu amirni ilib tashlashga kuching yetsa degan shartni turib qo'ydi. Lekin bizning ahlimiz buni qabul qila olmaydi. Biroq ular mujtahid olim. Ular to'g'risini topsa 2 ajr, xatolasa 1 ajr. Men bu yerda tuvoqni yiplatmoqchiman. Buning hammani tarjima qilib tursak, asli maqsaddan chetib ketamiz. Chunki buning doirasi keng. Ba'zi zolim amir to'g'riliq, ba'zi kofirlar bilan bo'lgan urush va sulh degandek. Biz bilish tegishli bir yer shuki, bu ijtihodning oxir qarori ko'pincha ixtilofni o'z ichiga olgan holda kuch bilan ijro bo'ladi. Fikrlarimizning ixtilofli, farqli bo'lishi boshqalarga bo'lgan ko'z qarashimizni o'zgartirib qo'ymasin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hudaybiya kuni mushriklardan sulh tuzdi. Ömer ibn Hattab radhiyallohu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan va Abu Bakr Siddiq radhiyallohuning qishig'a biz haq ustida emasmi deb bordi. Hargizmi ixtilof uchun bormadi. Balki kofir mushriklarga bo'lgan qattiqligi va mushundaqroq qilsak musulmonlar foydaliqmikan deb bordi. Ali radhiyallohu sulhnomani yozib Muhammad ibn Abdullah deb yozsanga kelganda yozilmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yoz dedi. Lekin Ali radhiyallohu yozgan unumadi. Bunun bilan biz Ali radhiyallohu itoatlik qildi deymizmi? Ali radhiyallohuning bu imzoni qo'l tortishi Fatima radhiyallohuning dadisi insonlarning eng sharafli bo'lgan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bo'lgan muhabbat va sevgisidir. Shu sababdan mujtahid ulamolarimizning ba'zi masalalarda ko'z qarashlarining farqli bo'lishi normal. Ular o'zining emas, balki siz bilan bizning manfaatimiz uchun shunday qiladi. Hudaybiya kelishimi imzolandi. Sahobalarning ichi ochiq to'shdi. Quza qabilasi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning himoyasiga, Banu Bakr qabilasi Qurayshlarning himoyasiga kirdi. Kofir mushriklarning va'da ahdi deganlariga vafo qilmaydiganligi Qur'onda sabitdir. Hatto zamonimizdagi kofirlarmi ikki taraf tuzilgan kelishimnomalarni qog'oz ustidagi narsa deb qaraydi. Alloh haqdan boshqa aytmaydi. Hijrining 6-yili 10 yillik urush to'xtatish asosidagi bu kelishim Hijrining 8-yili 2 yilga yetmay Qur'ondagi kofirlar va'dasi turmaydi degan oyatning qalbiga tushib, Quraysh mushriklari